Assalomu alaykum, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Hozir sochlarimni yig'ib olay. Bugun nima to'g'risida video qilsamikin deb o'ylab bir qarorga hali kelganim yo'q to'g'risi. Nima to'g'risida video qilsamikin? O'ylab olib keyin video olmaysanmi deyishinglar mumkin, to'g'rimi? Manda variantlar bor. Birinchisi ismlar to'g'risida, ikkinchisi trigger ovozlar, uchinchisi sartarosh. Qaysini tanlayman ekan? 1, 2, 3. Xullas tanladim. Sartarosh bo'laman, lekin unaqa zo'r professionalni sartarosh emas, chunki menda sartaroshlarning narsasi o'zi yo'q uyimda. Shuning uchun boshinglarni tarab, massaj qilib va bo'ldi. Boshqa narsa yo'q ekan menda. Tarov bor ekan faqat. Qaychi ham yo'q. Mayli, harakat qilamiz. Maksimal darajada sizlarga video yoqishiga harakat qilaman va обязательно kommentariyada o'zinglarning fikringizni yozib qoldirishinglarni xohlayman. Ko'rinishimga ahamiyat bermaysizlar. Soat 1 da video olaman, chunki bolalarim uxladi. Ularni tinchitgunimcha soat 1 bo'ldi va o'zim ham uyqum keldi. Ko'rg'oslam, ko'zlarim yoshlanib ketadi. Xullas, boshlaymiz. Sizlar birinchi bo'lib sizlarga hozir sochinglarni tarab qo'yaman, akkurat, chiroyli qilib va keyin o'sha massaj qilamiz. Ketdik. Sochinglarni chiroyli qilib tarab qo'yamiz. Birinchi o'rinda, chunki sochinglar tekis, yumshoq va taralgan bo'lsa, massaj qilish osonroq bo'ladi. Sochlaringiz juda ham chiroyli ekan. Qanaqa maskara surib turasiz sochingizga? Juda ham mayin va oson taralyapti sochingiz. Bu albatta yaxshi. Sochlaringiz здоровый, ya'ni sog'lom ekan. Uchlarini ozgina kesib tashlash kerak. Keyingi safar xudo xohlasa kelganingizda qaychi olib kelib qo'yaman, o'shanda kesib tashlaymiz. Hozircha tarab massaj qilib qo'yaman. Taradik. Endi esa massajga o'tamiz. Massajni esa qo'llarimda qilaman va mana shu uzun tirnoqlarim bilan boshinglarni massaj qilaman hozir. 1, 2, 3, ketdik. Bosh massaji juda ham odamni yengil qiladi, ayniqsa kuningiz og'ir o'tgan bo'lsa, charchagan bo'lsangiz, bu juda ham stresslarni ham oladi. Odam yengil tortadi. Bosganingiz uchun sizga bonus sifatida yuzingizga mana shunaqa rolik bilan massaj ham qilib qo'yaman.
yozib qoldiringlar.